Yuristira reper qizni kuni qanaqa o'tishini ko'rsataman. Zipkamdagi plancheta ishlamayapti, o'shanga bugun vaqtliroq turib, buyanib, chiroyligina bo'lib univerga suramiz. Bugungi outfitni vibe qora lebit. O'shanga shu dvoykani tanladim. Univerga o'zi buyanishni, yasan-tusanni va pishi yoqtirmayman. Undan ko'ra 1 soat ko'proq uxlashim yaxshiroq. No, o'qishim tugashiga 1 oy qoldi va meni kursdoshim meni urishdi. Iltimos universidagilar san chiroy eslab qolsin deb. Ha, aytgancha yuridiskiga o'zim qiziqib topshirganman. O'zimni bilimim va kuchim bilan kirganman. Umumiy olib qarasa, o'qish menga juda yoqadi va juda qiziqarli. Ayniqsa kursdoshlarim. Men shuni sezganman, bizni fakultet boshqa fakultetlarga qaraganda bir-biri bilan yaxshi chiqishadi. Universitetdan keyin srazu uyga. Ko'rib turganingizdek, men уже charchaganman. No kiyim alishtirib, o'sha tansiga tayyorgarlik ko'ryapman. Makiyaj bilan ko'p yurishni yoqtirmayman, o'shanga tezgina artib tashladim. Asalgina bo'lib tansiga yugurdik. Shunaqa chiroyli zakat bilan o'zi tansiga ham yetib keldik. Kimdir tanigan bo'lsa, bu studiyada biz dance performance freestyle ga o'rgandik. Bugun sevimli Tayland trendini o'rgandik va vot sizlarga kurssochik. O'ynagandan qizarib, charchab, ko'kurazacha yeb, uyga eson-omongina qaytib oldik. Shunaqa video olishga o'z erim. Agar sizlarga yoqsa, ko'proq shunaqa vloglar olaman.